Kelar. Jigarlar, xudo xolasa mana oilaviyga, jo'ralar bilan, do'stlar bilan dacha istab yurganlar, arzon narxlarda, xudo xolasa bir obzor qilib o'tamiz. Operatorni ko'rsatib o'ting. Xudo xolasa men ko'rib turganinglarda dachalarimiz 20 kishiga moslangan. Akkuratni oilaviy kelib daminarganlar bo'lsa 20-25 kishi olaveradi. Xudo xolasa ko'rib turganinglarda xonalar akkuratni bo'lib remont qilingan. Birinchidan ishga tushib boramiz deyapti akalarimiz. Ko'rib turganinglardek ichkarilar ko'rsatib o'tamiz. Ozgina ish qilib, xudo xolasa mana bu yerlarga pashti tayyor. Bu yerda nimalar bor deyotgan akalarga, bu yerda xudo xolasa bu yog'imizda basseyn bo'ladi. Bu devorda naryoqni ham ko'rsatib o'tamiz. Bilyard hamma yo'q bo'ladi. Bemalol xudo xolasa oshxona, ovqat yana hamma yo'q. Bu yerda yana bitta xona. Konditsionerlar bilan hamma yo'q. Kunduz issiqda maza qilib damni olib ketadigan joy bo'ladi, xudo xolasa. Akil yana basseyn ko'rsatib o'tamiz bir sira. Yo'q. Kelolasiz. Kelolasiz. Akil xudo xolasa mana ko'rib turganlar basseynlarimiz ham suv to'ldirib qo'ysa bo'ldi. Ko'rib turganlardek sizlarga tayyor bo'lib turadi. Suvlar isitilgan holatda narxlarni nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon qilib kelishilgan holatda akamiz kerak qilib beramiz deyapti. Ishni boshlanishiga xudo xolasa birinchi kundan bemalol telefon qila olasizlar. Yana axborotlar berib o'tamiz, kela olasiz. Buni romlarni haqida ozgina obzor qilib o'tamiz. Buni romlarni o'zimiz polnisi turechskiy fasonni qilib uyda egasi bilan kelishgan holatda chizmalarini chizib kelishib o'zimiz qilib berganmiz. Ko'rasizlar, EKP materialimizda oynalarimizni seri svetda ichkari ko'rinmaydigan qilib, xudo xolasa ichkarida ham maza qilib o'tiradigan, oftobda saqlanadigan oynalarni solib berganmiz. Bu yog'ida o'rtaga ikki eshik qilib mexanizmlarini xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Mexanizmlari juda original ishlar bo'lgan. Bemalol zoyilli xizmat qiladi akalar. Eshik rom bo'yicha polnisi nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon qilib gaplasha olamiz. Xudo xolasa oson qilib dachani ham nomerlarini qo'yib o'tamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.